Assalamu alaykum. Bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz. Dünya Uyghur Kurultayı Uyghur Avazı Söhbət programmasına hoş geldinler. Ben programma riyasetçisi Baxtiyar Ömer Bilmin. Aziz görürmenlerimizin söhbətini görüş jarayonida kanalımızga a'zo bo'lishni ham berilishni unutilib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi programmamizniki aziz mehmoni hurmatli Gulshan Abduqodir xonim. Aldı bilen ben Gülşen Abduqodir xonimni tanıştıray. Ötkendimi bizniki aziz mehmonimiz bo'lib bizniki programmamizga qatnashgan. Gülşen Abduqodir xonim yozuvchi 5 fevral arxivlarininki 1-2 kitobi va Don Kixot va Sancho Panza Uyg'urlar nomli maqolalar to'plamining avtori. Buningdan boshqa yana shu sosyal medialarda nurg'un nodir maqolalar bilan to'nilib kelmoqda jamiyatimizga. Söhbətimizə xoş gəldiniz, hörmətli Gülşen xanım. Hoş buldum. Köp rəhmət. Sizə köp rəhmət. Mehman qılıb qatnasısh üçün. Bugünkü söhbətimiz şu G'ulji to'qti yuzi qirg'inchiligi to'g'risida bo'ldi. Hamda şu G'ulji qirg'inchiligidan Ukrainaga nazarda tema qo'ydik. Söhbətimizə qayıtıb gəlsək, həm də hazır Ukraynadakı bu Rusiyanınki Ukraynaga təcavüzü başlanğandakı bütün dünyanın diqqəti Ukraynaga mərkəzləşib qaldı. Zelenskiyni öz içigə alğan bu yerdəki çoğun kiçik ösmürlər bolsun, məyli çoğun yaşanğan ayollar bolsun, tən uruşqa qatnaşıb, həm özününki fidakarlığını göstərib bu yerdə dünyada bir qahramonlik yaratıyotidu. Bunun bilan agishib Uyg'ur jamiyatida, ya'ni sosyal medialarda Uyg'urlarniki qahramonligi hech qachon boshqa millatlarning qahramonligidan kam qolmagan, ortiq bo'lsa ortiqdek, kam emasda. Biz o'zimizning qahramonlarini bir tarafga qarab qo'yib, hozir bütün diqqatimiz yaratilgan yoki hozirgi bor qahramonlarga kirishib qoldi. O'zimizning da'vosi özümüzniki qahramonlarimiz unutilib qoladi degandek fikrlar xilip ko'payishga boshladi. Bu urushniki uzurishiga agishib har xil fikrlarmi chiqishga boshladi. Bu munosabatlar biz hurmatli Gulshan Abduqodir xonimni shu o'zimizniki shu yaqinqi zamon tarixidagi G'ulji qirg'inchiligi ham shu to'qti yuzi qirg'inchiliginiki shu chog'dagi bizniki şahitlerimiz öz gözü bilen ko'rgan vaqaliklarni qayta eslab o'tish orqali Uyg'urlarniki botirliklari ham bu yerdagi qahramonliklariniki hech qachon boshqa millatlardan kam qolmayganligini bir jamoat bilan tang o'rtoqlashmoqchi bo'ldik. Hurmatli Gulshan Abduqodir xonim, bo'lsin shu G'ulji to'qti yuzini tanishtirgach, shu bizniki biz bilmagan taqa qahramonliklarimizni bir bugungi suhbat orqali jamoatimizga bir echib bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat. Bu tema men intayin o'zim söylenip turib, yaxshi ko'rib turib so'zlaydigan temalarning biri. Chunki Uyg'ur xalqininki Xitoy shu Sharq Turkistonni besib olgan 70 yildan buyon Xitoyninki mustamlikasini qabul qilmaslik, Xitoyni hech bir zaman e'tirof qilmaslik jihati ko'rsatgan cho'ng jiq qahramonliklari bor, ham qahramonlik dasturlari bor. Va u bek cho'ng tema. Men u faqatla shu 5 fevral G'ulji inqilobi haqida men o'zim tadqiqot qilib berayotgan, mushaqqa izlanib bir shu uchurlarni to'playotgan bir yozuvchi, shu vaqtda kitоб yozgan yozuvchi bo'lish suhbatim bilan shu 5 fevral G'ulji inqilobi mazgildagi yoki 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi mazgildagi Uyg'ur milliy ruhiyatining tillarda doston bo'lgandek Uyg'ur milliy ruhiyatiningki Ukrainada hozir ko'rilayotgan Ukraina xalqining o'z vatanini qo'g'dash, sırtның düşmanның tajovuzchiligini qat'iy e'tirof qilmaslik va qabul qilmaslikka ko'rsatayotgan
inqilobiy qahramonlik ruhi bilan ish qilishmaydiganligini, ba'zi vaqtlarda uningga ish tushadiganligini bu yerda ta'kidlamoqchiman. Ukrainadagi milliy ruh bilan Uyg'urlardagi milliy ruhni solishtirgan vaqtimizda nurg'unlagan o'xshamaydigan nuqtalar bor. Birisi Uyg'urlar Xitoyninki bir rayoni bo'lib turibdi. Xitoyning kontrolli ostida Xitoyning tili bo'yicha aytganda Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni degan bir rayonda Xitoyning kontrolli, Xitoyning qonunlari va harbiy kuchining tapını ostida bunday aytganda Xitoy bilan Uyg'urlarni solishtirganda Xitoy bir cho'ng bir diva, Uyg'urlar bir kichik bir chumolidek. Shundoq bo'lgan taqdirdami yana har bir davrlarda bo'pmi 5-fevral g'ulji inqilobi mezgilida qanot yaygan g'uljining har qaysi yerlarga ko'tarilgan qo'noqlarda Il daryosi bo'yida g'ulji naisining har qaysi yezilarida g'ulji shahridagi say bozorlarida ko'tarilgan Xitoyninki qul qilish, mustamlika qilish, bo'zaq qilish, or nomusini dafsanda qilishiga qarshi ko'tarilgan inqiloblarni Ukrainaliklarning ro'yi bilan solishtirganda texmo ajoyib bir ruh deb qarayman. Buningki faqatla dunyoga julolanmay qolganli bir tarafi bor. Buni bu ruhlarni julolantirgan kishilar, bu ruhlarning haqliq egalari biz Uyg'urlar, biz qalamlarimiz bilan, yozmalarimiz bilan bu ruhlarni cho'qib dunyoga namoyon qilishimiz kerak. Bu faqat dunyo bilmay qolgan, qandaqdir bir dunyoda uzoqda qolgan bir g'ulji degan bir shaharda yuz berayotgan 5-fevral g'ulji inqilobidan iborat. Shu bir cho'ng qirg'inchilik bir inqilobning ichidagi bugun so'zlaydiganim to'quvchi yuzi qirg'inchiligi, g'ulji naisniki to'quvchi yuzi qirg'inchiligidan iborat. Hamda dunyo kechikish bilan to'lgan. İnsanlar bir-birini tushunganda kishilar o'zlari qilayotgan ishlarning, o'z zaminida yuz bergan harakatlarning, o'zi tug'ilib o'sgan zamindagi kishilar qilgan qahramonliklarning haqiqiy qahramonlik ekanligini to'nib yetgan vaqtida hammasi kechikkan bir ish bo'lib qoldi ekan. Yana bir tarafdan Xitoy biz dunyo qahramonlik deyotgan, o'lmas ruh deyotgan Uyg'urlar ham shunday qaraydigan narsani Xitoy cho'ng dunyoda cho'ng kuch bo'lganligi uchun buni burmalab terrorizmga bog'lab qilganligi uchun vatanparvarlik, milliy ruh deganlarga ba'zida ta'bir berolmay tamtirab qolganmiz. Shu Ukraina masalasi bizdagi shu vatanparvarlik, Uyg'urlardagi vatanparvarlik, milliy ruhningki dunyodagi har qanday bir millat bilan solishtirganda intayin kuchli bir vatanparvarlik, millatparvarlik ruhi, o'lmas bir ruh ekanligini ko'rsatadi. Biz har zaman o'zimizningki shu qahramonlik ruhlarimizdan, qahramonlarimizdan faxrlanishimiz, g'ururlanishimiz lozim. Bizning hech bir nimamiz Ukrainaliklardan qilishmaydi. Endi dunyodagi shu navbatda 8 davlat Uyg'urlarning masalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilayotgan, uningdagi dunyodagi adolatparvar sudchilar o'zaro birlashib Uyg'ur sudi ichib Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligidan iborat shundoq bir paytda dunyoning butun diqqati Uyg'urlarga qaratilgan paytda Ukraina masalasi o'tirg'i chiqish orqali diqqat hozir endi butunlay Ukrainadagi qahramonliklar, Ukrainadagi vatansuyarlik ruh, Ukraina xalqining mayli mo'maylar bo'lsin, buvaylar bo'lsin, o'qituvchilar bo'lsin, undan keyin to'y qilgan yosh qiz yigitlar bo'lsin, undan keyin shu danglik cho'lponlar bo'lsin, hammasining vatanni qutqizish uchun shunchalik kuchli holda birlashib kurashga otlanganligini so'zlashyotidi, muhim tema bo'yotidi. Ammo Uyg'ur xalqi shuni bilishi kerak, 5-fevral inqilobi mezgilida aynan Ukraina xalqiningki dushmanga qarshi, dushmanning bo'zaq qilishiga qarshi o'z or-nomusini qo'g'dash, o'zining vatanini qo'g'dash, o'zining milliy an'analarini, o'zining milliy qimmat qarashlarini qo'g'dash jihati ko'rsatgan
ajoyib inqilob qahramonliklari bor. G'ulji xalqi u chog'da internet yo'qdi, dunyodan taqoq, xuddi ko'mtirib qo'ygan bir qozonga o'xshaydi. Shundoq holatda ular ajoyib qahramonlik dostonlarini yaratgan. Xitoy bu dostonlarning dunyoga tarqalishini intayin qattiq kontrol qilgan. Masalan, buni bir misolini olsak, hozir Ukraina prezidenti Zelenskiyninki masalan Amerika va Yevropa qatorliq davlatlarga kessa ashalar panohlik tilasa tamoman bo'ldiganligini, lekin Zelenskiyninki o'zining vatanini qo'g'dash, o'zining shu tuprog'ida ya o'lim ya ko'rim qilish masalasining nima qilganligi uchun u Zelenskiy Ukraina prezidenti Zelenskiy shu Time degan jurnalning bosh betlaridagi muqovisining rasmlariga kirgizilib, dunyodagi eng esil qahramon odam deb ta'riflanyotdi. Ammo bizdami batdi bunday kishilar 5-fevral inqilobchisi, 5-fevral namoyishininki uyushtiruvchisi, yaqinqi zaman Milliy Uyg'unish harakatining bayroqdori, yaqinqi zaman Uyg'ur yoshlar demokratik harakatining bayroqdori, amdilam 30 yoshga kirgan Abduxalil Majidnimi shu chog'dagi do'stlari hammasi sen xatarlik ahvol qilyapsan, atrofingni butunlay qurshab hayoting xatarlik ahvolda, yeshing o'zi endi 30 yosh, sen tamamen biz seni kaçırıp çıkarıp etayli. Uçaklar pullu bolsa pasport işletkeni bo'ladigan, Xitoyninki amaldarlarni hamisi chirib ketgan bo'lganligi uchun pul bo'lsa hamma-nimani qirg'ini bo'ladigan mezgillardi. Shundoq seni chet elga chiqarib etayli degan vaqtida Abduxalil Majid ularning taklifini qat'iy rad qilgan. Yo'q, men xalqim bilan birga yashayman, xalqim bilan birga o'laman. Beshimizga nima kun kelsa tan ko'ramiz. Agar men bu ishlarimni tashlab qo'yib chet elga qochib ketsam, u chog'da bu ishlarning xato ekanligini bildirib qolgan bo'laman degan shunday qimmatli bir ruh bilan, xuddi Zelenskiy o'xshaydigan shunday qimmatli ruh bilan o'zining 30 yoshlik hayotini ayirgan. Uningdan boshqa 5-fevral inqilob mezgilida mashrab o'ynagan, namoyishga chiqqan yoshlarimiz faqatlam namoyish chiqqanligi, faqatlam shu mashrab o'ynaganligi sababini hozirgacha shu Xitoyning turmalarida muddatsiz qamoq jazosiga berilib mustaqil turibdi. Ularning o'limini boshqalarning o'limidan qimmatli qilgan, ularning qahramon qilgan, ularningki boshqalarning hayotini boshqalarning hayotidan texnik qimmatli qilgan narsa shu bulardagi shu o'lmas o'zining ideyasida, o'zining aqidalarida mustahkam turadigan ruh. Hozir endi Xitoy bilan kelishim tuzib boshlar 5-fevral inqilobini qaralagan bo'lsa, xalqni, Uyg'ur xalqini shuncha qirayotgan shu inqilobni, yo'q bu Uyg'urlarning qilganlari xatoti, Xitoyning qirg'ini to'g'raydigan bir yakunni chiqargan bo'lsa, u chog'da Xitoy ularni allaqachon qo'yayotgan, hayotini surdirgan bo'ladi. Lekin bu qahramonlarimizning hammasini shu Ukraina prezidenti Zelenskiyninki qaysar ruhi bilan selishtirib, kelajakda biz bular haqida nurg'un qimmatli xotirlarni qoldirishga tegishli deb o'ylayman. Endi men yana mishada bir qo'shim chiqib qo'yib, ondan keyin bir 940-yilqiga o'tmoqchiman. Uyg'ur xalqininki xalqdan ayirib bo'lmaydigan ikki qimmatli narsasi bor. Buning biri Uyg'ur xalq mashrabları, yana birisi Uyg'ur xalq chaqchaqlari. Endi G'uljiga kelib etsaq, G'uljidagi ili mashrabi, ondan keyin ili chaqchaqlarimi shu xalqdan ayirgan bo'lmaydigan, tan bilan shu tirnoq bilan go'shtdek bir-biriga garalishib ketgan ikki muhim o'ng qo'l bilan o'ng qanot va so'ng qanotdan iborat bu nima bu ikki xalqdan ayrilib ketib qolgan vaqtida
bu hiç bir kıymet kalmagan buldu. Ama Xitay mesela il meşreplerini, il halk çaqçaqlarını bu işkilisi halkның arasında oynanıp halk bilen billa yaşnaydigan, halk bilen billa taraqi qildigan narsa. Meşrepmi şu. Ondan keyin il halk çaqçaqlarımı şu naq maydanda çaqçaq arqali çaqçaq chiqib, çaqçaqdan çaqçaq qezilib, mundaq halkның işidilan bo'lgan narsa. Hozir Xitoy bu ikki narsani Uyg'ur xalqidan ayirib, buni Şinjan televiziya stansiyalarının bir programmalar qilib, opirib, sahnalashtirib qo'ydi buni. Bu yerdagi shu g'uljida yuz bergan butun intayin qimmatli ahvollarning hammasi Uyg'ur xalqining eng qimmatli bo'lgan mushundaq chaqnagan go'harlarini qo'g'dash uchun yosh yigitlar o'zlarining qimmatli jonlarini taqdim qilgan. Endi men shu 940-yilligini haqida shu sizlar oldinglar ko'rib turgan 5 fevral arxivlari 2 kitobimda kengri yer bergan. Bugun vaqt munosabati bilan buni sal yig'inchoqlab tushuntirman. Bu kitobimda men ta'kidlab o'tganga o'xshash 5 fevral g'ulji inqilobi haqidagi qahramonlik dastonlari haqida bilmaydiganlarimiz endi o 5 fevral g'ulji inqilobininki butun inqilob tarixiy jarayonlarini, qahramonliklarini biz umumyuzlik qalamga ilib, uni ssenariyalashtirib, kitob qilib mishta chaqnatgan vaqtimizda ishonamanki, men kelajakda dunyo sahnasidagi eng birinchi nomerli qahramonlik haqidagi dastonlar, qahramonlik ruhi haqidagi nimalarning hammasi shu Uyg'urlarga mansub bo'ldi deb o'ylayman. Endi ikkinchi yana bir slayd qo'ysangiz, men rasmiy holda hozir endi g'ulji 5 fevral g'ulji 40-yilga shu ko'rinish mezgilda yuz bergan To'xochi 140-yiliga kirmoqchiman. Buni men bir ssenariyaning ko'rinishidek yoki bir dramaning ko'rinishidek bir holatda nima qilish uchun ko'rinishda birinchi ko'rinish, ikkinchi ko'rinishda 10 ko'rinish qilib tayyorlab chiqdim. Birinchisi To'xochi kenti degan qaya, masalan, uningki jo'grafiyalik o'rni. Shu birinchi ko'rinishni tutsangiz, birinchi ko'rinish hamishada. To'xochi kenti zodi qaya. Bu To'xochi kenti il viloyatiga qarashli sharqiy Beshnoya bor. Shu sharqiy Beshnoyaning bir hisoblangan G'ulji noyasidagi eng cho'ng yezlarning biri bo'lgan Uchunxuyzo yezisidagi bir kent. Bo'lib, shu Uchunxuyzo yezisining atrofi, shu To'xochi yezisiga oid atrofdagi shu yaqin atroflarda 5 fevral g'ulji inqilobi mezgilida Xitoy bularning eng aloyidligi nima desangiz, bu yoshlarning yanada shunchalik Xitoyning qo'rshovida qolgan holatda turib, birmi Xitoy askarini o'tamaydi, otmaydi yoki pichoq solmaydi. Birmi Xitoy fuqarosini undaq faqatla Xitoyning armiyasi, Xitoyning askarlari bilan to'qnashadi bular. Mardlarchada faqat bo'lmaganda behlam chiqib, yushirgan bolalarni Xitoylar chiqib, bekna chiqib ketgan vaqtida amalning yo'qidan bir ikki Xitoy oilasini joylab qo'ymagan bo'lsa, uningdan boshqa 95-98% butunlay Xitoyning askarlari bilan to'qnashib bordi. Bu degan nima degan o'lmas ruh. Ashunda holat tutsimi yana Xitoy bu yigitlarga, partizanlarimizga terrorist deb atnam chaplaydi. Endi To'xochiga kelsak, shu G'ulji noyasining To'xochi nima kenti, shu Uchunxuyzo yezisi, Mama yuzi mush atroflarda, masalan, sal ilgari nima 1998-yil 4-oyning 19-kuni yuz bergan Xudyar yuzi to'qinishi, qahramon shehid Hammad shehid bo'lgan to'qinish yuz bergan. Uchun yezisida yana shu 1998-yil 6-oyning 26-kuni yuz bergan uchun to'qinishi Tursun Salay qatorliq shehidlarimiz shehid bo'lgan
nurg'ulg'an Xitoy askarini o'ldirib, yaralandırıp, yerdan qechib, ajoyib bir qahramonlik kinolardagidek bir qahramonlik yuz bergan yeza bu. Mushu yezniki hamda shu chog'larda nomi bek dangliq bo'lib ketgan qahramonlik jihatda. Endi mushu To'qo'ji yezisi yoki Uch'unxuйзу yezisi, To'qo'ji kenti qandaq shu jo'grafiyalik jihatda G'ulji nahiyasiga joylashgan. Bu G'ulji nahiyasi G'ulji shahriniki sharqiy janubiy qismiga İli daryo G'o'lining o'ttir qismiga to'g'ri keldi. Xalq naqshlaridan Mahinur xonim degan naqshlar, undan keyin Jeli yuzini deymi, Turpa yuzini deymi, Oq olma novat tursa kishidan qantilab yeymi degan o'lmas naqshlar chiqqan joy. Bu yerning kishilari nayt xushchaqchaq, mehmondo'st, undan keyin shu naqsh sozandilar, chaqchaqchilar chiqadigan bir jurt. Har qandaq bir Uyg'urning uyiga kirsangiz, shu dutdan aytgancha etiglik bog'varallardan hozirlam o'zib chiqqan say ko'ktatlari bilan lag'mallari etiglik shunchaki mehmondo'st. Har bir oilada birdan dutdan bir bor, dutdan birlarini chilib naqshi degan aytib mushtaq qilgan bir jurt. Uningdan boshqa yana bu yerda 105 Şan yo'llarni o'tgan. Shuning uchun Turpa yuzi, Jeli yuzi, Sodiq yuzi, u yuzi, bu yuzi deb bilgan. Bu yerda boylar, u hem diniy zot, hem ma'rifatparvar kishilar bo'lib, nurg'un maktablarni, diniy maktab, fanniy maktablarni ochgan. Turpa yuzi, Jeli yuzi mushu butun noyani qoplab barsangiz ko'zliqi bir tabiiy jannatga borgandek bo'lib qolsiz. U yerda ketgan o'riklik bog'lar, ketgan olmaliq bog'lar, yoz vaqti, bahor kelgan vaqtida qarmuzlar erib, amdilam bahor boshlanishig'lam u yerda o'rik chechaklari, olma chechaklari ajoyib chiroyli echilib, xushpuroq chechib, ashundaq bo'lib ketadi. Bularning hammasini Xitoy hukumati emas, Uyg'urlarning boylari shu qurib chiqqan bog'lar. Hozir hamda Xitoy bu yerlarni chechak bayrami qilib, bu yerga nurg'unlagan Xitoylarni boshlab kelib, dastlab chaylab, yanjib nijosatxonalarga aylantirib, bu yerlarni yo'qlam qilib qildi. Bu yerdan kirgan kirimlarninki hech qaysisi o'g'il jinoyatsidagi dehqonlar hech bir manfaatlanmaydi. Hozirgi nupusi 64.957 mush Xudyar yuzi yezisining umumiy yezininki nupusi shunchalik. Hamda ikkinchi xaritaga o'tsangiz, ikkinchi ko'rinishga Mamayasun deb o'zgartibdi hozir ismini. Mana ma tarafda, g'arb tarafida G'ulji shahri, xaritniki ma taraf, sharq tarafga manga vaqtida shu G'ulji nahiyasi shu sharq mushadiki butun yezilar, bu yerda butunlay sap Uyg'urlar joylashgan yezlar, Mama yuz degan ozroq tungallar bor. Lekin sap shu Uyg'urlarning yezlari bu joylarda nurg'un ajoyib qahramonlik dostonlari bizning qazishimizni kutib turdi. Endi ikkinchi ko'rinishga kelsangiz, shu To'qo'ji yuzi qirg'inchiligiga kirib ketaman. To'qo'ji yuzi qirg'inchiligi qandaq bir qirg'inchilik? Bu qirg'inchilik To'qo'ji yuzida yashaydigan Mo'minjon Umar aka oilasida yuz bergan bir qirg'inchilik. Mo'minjon aka kim? Bu oilada nimishki Xitoy bo'yicha qirg'inchilik ifodi? Mushu ikkinchi ko'rinishimda mushaq to'xtalaman. Mo'minjon aka oilasi hamda shu diniy e'tiqodi intayin kuchlik. Xitoyga bo'lgan g'azab nafrati intayin aniq. Xitoyni qilchi mansitmay kelgan, Xitoyning ko'ziga qadalgan mix bo'lgan, hamda kanatda bo'lsin, mayli G'ulji nahiyasining boshqa yezlarida bo'lsin, bek cho'ng yuz obro'y topgan. Xitoyda ikki xil
ikki xil yuz obro'y topgan kishilar. Birisi Xitoyning amal mansablarının mastanisi bo'lib, sharaf taxtalarining mastanisi bo'lib, o'zining xalqini setish, o'zining xalqini tutib berish badaliga Xitoy tarafidan amalga erishgan va Xitoy tarafidan sharaf taxtalari, shu markazgacha bo'lgan sharaf taxtalarining quli bo'lib yashagan, bu jihatda sharaf topgan kishilar. Yana nurg'un kishilar bor, Xitoyga hech qanday pochins qilmagan, Xitoyninki amallari, u berdigan huquqlari va sharaf taxtalarining hech qanday tamasini qilmagan, sap xalqi bilan tug'ilib, xalqi bilan yashab, xalqi bilan ish qo'yin, tash qo'yin bo'lib, xalqi bilan, beliq bilan sudak bo'lib, yuz obro'y topgan nurg'un kishilar bo'lgan. Bularning birisi shu Mo'minjon Umar aka oilasi. Bular Mo'minjon Umar akaninki shu dadalari, ota bobolari shu yerlarda o'tgan Ömer Şanyum degan Şanyumlarning jamiyatiga berib taqishdi. Buni cho'ng jamiyat bo'lib Ömer Şanyumlar jamiyati, bu cho'ng yer zaminlari bo'lgan. Xitoy Sharqiy Turkistonni besib olganda bu oila baypomchik deb dumbalangan. So'rab chiqib, undan keyin endi bular o'zining diniy e'tiqodini mustahkam qilib, 5 vaqt namozini o'qib, jamining imom bo'lib, shunday qilib shunday yashab kelgan. O'zi o yezidagi kishilarga shu manfaati teggan keyin birmi Xitoyninki bir to'xosini o'g'irlab boqqan yo burnini qanib boqmagan ishi yo'q. Faqatlam shu diniy e'tiqodi kuchli bo'lganligi uchun, Xitoy din bilan toz chiqishaolmaganligi uchun, Şinjandagi asosiy xavf milliy bo'lgunchilar va qonunsiz diniy faoliyatlardan keladi deb qaraganligi uchunlar bu oilaga endi shunday o'chmanlik qilib kelgan. Endi 3-chi ko'rinishga kelsak, Mo'minjon akaninki anglash men egallagan ahvollarga qaraganda 11 bolasi bo'lgan ekanda, 10 bolasi bo'lgan ekanda, 6 o'g'il, 4 qiz. Bular endi Mo'minjon akaning 11 farzand bo'lib, bular navri chavrilar, kelinlar va boshqa urug' tuqqanlarni qo'shgan vaqtida butun To'qo'chuzi kenti mushu Mo'minjon Umar akaninki endi jamiyati bo'lib hisoblanadigan bek keng mana jamiyatlik bo'lib, shu To'qo'chuzi G'uljinoyisidagi kishilarning hammasi mushu Mo'minjon akaninki 6 o'g'lini Mo'minjon Umarning 6 askari deb atayotgan kuchlinkir, kuchlik, mundaq qomatlik, undan keyin ashundaq farzandlar bilan faxrlanib o'tgan bir akamiz ekan. Bularning bu bolalarninki birinchisi Nurmamat Mo'min, Nurtay Mo'min deb qo'ygan. Ikkinchi bolasi ismi Musallim Mo'min, uchinchisi Mutallib Mo'min, to'rtinchisi Abdurazaq Mo'min, beshinchisi Abdujabbor Mo'min, oltinchisi Abdulmahsum Mo'min, yettinchisi Xaljibuvi Mo'min, sakkizinchisi Oyim buvi Mo'min, to'qqizinchisi Xolidam Mo'min, 10-si Zoidam Mo'min. Mushtaq 10 bolalar oila ham bu navri-chavrilar va boshqa urug' tuqqanlar bilan qo'shilgan vaqtida butun To'qo'chuzini mushlarning jamiyatlar desimi bo'lgan bir cho'ng oila bo'lganligi uchun Xitoy bulardan davomli ansirab ehtiyot qilib turgan ekan. 4-chi ko'rinishga o'tsangiz ukam. Undaqda yana fikrlab kirsak, endi bu oilaning Xitoyning ko'ziga qadalgan mahbub qilishidagi asosliq sabablar nima? Bu oilaning eng cho'ng o'g'li Nurmamat Mo'min Barin inqilobininki rahbari bo'lgan Zayniddin Yusuf bilan bo'lgan do'stligi bu Xitoyni bearam qilgan masalalarning birisi ekanda, Nurmamat Mo'min bilan Zayniddin Yusuf har ikkalasi
Qağılıqdaki şu Abdulkim Xan Maqsumdan diniy ta'lim tarbiya elish jarayonida, shu Abdulkim Xan Maqsumda o'qish jarayonida bu tanışıp, özara fikrleşip, Nurmehmet Mömin şu atış taraflarga, Qashqar taraflarga o'tib, shundaq nihoyatda Zayniddin Yusuf bilan nihoyatda yaqin munosabat o'rnatgan ekan. Shuning uchun Xitoy Zayniddin Yusufning ruhi, Barin ruhining G'uljida yıldız tatib qilishidan, yıldız tatqandimi mushu butun G'ulji noyisi degidek e'tirof qiladigan mush kang cho'ng jamiyatlik bir oiladan chiqib qolishidan nihoyat ehtiyot qilganlik uchun bu oilaga davomli parokandachilik sep turgan ekanda. Endi yana bir jihatdan diniy jihatda e'tiqodli oila bo'lganligi, bularni yuqoridan deb o'tib ketganimdek, shunday bo'lganligi uchun bekordan bekorga shu G'ulji shahrining ichida bir tal jingni yagtiranga tushib ketsimi, bir kichikkina bir voqea bo'lsimi, birinchi qildigan Xitoyning ishi mushu oiladagi o'g'illardan birasini tutib ketish. Shundoq bo'lgan ekan. Bo'lib, shu Yengayat turmasi G'ulji saqchi yoki il oblast saqchi, il viloyat saqchi bular bu oiladagi bolalarning shu uchun qo'g'inlikning yo'li bo'lib, birisi chiqsa kirib, birisi kirib, birisi chiqsa birisi kirib, shundoq qiladigan bir vaziyat shakllanganib, bu Xitoy bilan bularning o'rtasidagi surkilish shu 5 fevral G'ulji inqilobidan burunlam 90 yillardan boshlanib ketgan ekan. Uningdan boshqa Arustan, Uchun, atrofdagi Sodiq yuzi, Jili yuzi, Kipak yuzi, Panjim, Qaryag'och degan yezlar bor o'shalarda. Bu oilaniki mayli cho'ng o'g'li Nurmehmet Mo'minni bo'lsin, mayli mavu Mo'min akini bo'lsin, Mo'minjon Ömer akini bo'lsin, nihoyat xuddi shu yurtlarning 105idek nihoyat cho'ng biladigan obro'li kishilarning bir ekanda. Xitoyninki o'zining hujjatlari, siyosatlarini, o'zining gapini anglolmagan nimalardan bu oilaninki gapi bek o'tganda ularga shu atrofdagi yezlarda. Uningdan boshqa shu mezgillarda Xitoy tutish buyrug'i chiqarib 2 yildan ortiq vaqtgacha tutolmay yurgan Amir İbrahim İsmail degan bir qahramon Amir yo'lboshchi chiqqan G'uljida. Mushu Amir İbrahim İsmailni mushu oilani qanot ostiga oldi deb gumon qilib bular davomli bu oilani tekshirib, biror bolasini tutqun qilib, davomli nazorat ostiga ilib, ashta aramchilik bermay kelgan. Uningdan boshqa bularningki o'limga pisand qilmaydigan 6 o'g'li, 6 qomatlik cho'ng mushtaq Xitoyni masmaydigan, o'limga pisand qilmaydigan 6 o'g'lining bo'lganligi Xitoyni nihoyat beharam qilib kelgan masalalarning biri bo'lgan ekan. Uningdan boshqa yana 1995-yildan e'tiboran G'ulji shahrida qanot yaygan shu mashrab harakatida oq tamaki chekkan yoshlarning o'tgangi programmamda men so'zlab o'tib ketgandek, oq tamaki AIDS bilan yuqumlanib mushu ofatninki ziyonkashlikka uchragan yoshlar ikki narsaga tayinib o'rnidan dasturgan. Birisi o'zining diniy e'tiqodi islom diniga qaytadan qaytish, yana birisi mashrab orqali asli kelganligi haqida ta'kidlagandim. Demak, mushu G'ulji qanot yaygan shu mashrab harakatida bu oilaniki shu 6 o'g'li, 7 o'g'ilmi deb nima qildik, lekin toza mishada 6 o'g'ilmi, 7 o'g'ilmi biz vaqt bek uzun bo'lib ketgan bo'lg'achqa 25 yil o'tib ketgan bo'lg'achqa orliqdan shu bir farzandi haqida egiz baslik bo'lib qoldi. Ba'zilar 10 farzandi bor deydi, ba'zilar 11 farzandi bor deydi. Shuning uchun mana PowerPointda 7 o'g'il deb olgan, ammo men sizga vaqtimda 6 o'g'ilning ismini qildi. Shu davomli yana men izlanyapman shu 7-chi nima zodi Mo'minjon Ömer akaning qancha farzandi bor degan masalada shu yerda ozroq tushuncha berib qo'yay dedim. Mushu mashrab harakatida mushu 7 o'g'il yoki 6 o'g'il
mush diniy ta'lim tarbiyalarni ip berib Uyg'ur yoshlarga zaharning, aydisning, ziyinning qanchalik bo'lganligini, islom dinida buning hukmining qandoq bo'lganligini haqida ta'lim tarbiyalarni ip berib, u bolalarni shu 5 vaqt namoz o'qiydigan, aroq sharob, zarlik chekimlardan ner turadigan bolalardan qilib o'zgartganligi uchun Xitoy bu oilaga o'shib ketgan-kanda. Onundan başqa Abdurazaq Mo'min bilan bu aileningki farzandlaridan Abdurazaq Mo'min bilan Mutallib Mo'min shu G'uljidagi dаңliq diniy zot, diniy o'lima Ablat Qarajimdan 1986-yildan e'tiboran dars o'tgan shu Ablat Qarajimning ko'ni o'quvchilarininki bir ekan. Ablat Qarajim haqidagi Ablat Qarajimning G'uljidagi diniy soat ko'rsatgan ta'siri u ayrim bir tema. Uning o kitob 5-fevral arxivlari 2-kitobida Ablat Qarajim haqida to'xtalgan nimalar bor. Agar Ablat Qarajimning kechirmishlarini bilmoqchi bo'lganlar 5-fevral arxivlari 2-kitobdan ko'rib baxs bo'ldi. Endi 5-ko'rinishga o'tsak, G'ulji 5-fevral G'ulji inqilobi, G'ulji namoyishi yuz berishdan 1 yil burun hech qanday sababsiz Xitoy Abdurazaq Mo'minni turmaga tashlaydi. Hech qanday sababsiz. Bu sen manda qilganing, ya manda bo'lganmi? Xitoy Xalq Cumhuriyatining qonunining moddasida manda deyilgan, shuni xilof qilgan degan hech qanday sabab yo'q. Faqatla beriblam qo'lga olib turmaga tashlaydi. Xitoy ashundaq bu tutqisi kelgan Uyg'urni tutadi, ya bir qonun, haqqoniyat degan bir masala mavjud emas. Lekin shuni 96-yilninki shu yildan shuni ko'rib olishga bo'ldiki, to'g'risi bu mazgillar G'uljida mashrabnat avjagan mazgillar bo'lganligi uchun Abdurazaq Mo'min shu mashrab orqali bolalarni shu zarlik chekimlikdan qo'l o'zgazishda ko'p xizmatlarni ko'rsatganligi uchun Xitoy buni shu xuddi Abduxalil Mejidning mashrab gruppasidagi bolalarni tuyg'usiz tutqun qilganga o'xshash tutqun qilib turmaga tashlagan. Endi 1997-yilga kelsak, endi ama shu Abdurazaq Mo'min turmaga tashlanib 1 yildan keyin shu 5-fevral G'ulji namoyishi yuz berdi. Bu 5-fevral G'ulji namoyishi Ramazonning 27-kuni bo'lib, ya'ni Shivi qadri kechasi deb faraz qilingan shu Shivi qadri kechasini Uyg'ur yoshlari Abduxalil Mejid va uning gruppasidagi mashrab ahli shu bir kecha Qur'on tilovat bilan o'tkazib, o'zlarininki namozlarni mustahkam aqidasi bilan shu kechani butunlay ibodat bilan o'tkazib, degan saharda namoyishga chiqqan. Ammo shu Ramazonning 27-kuni G'ulji namoyishi bo'lgan bo'lsa, endi bu Mo'minjon aka ama shu 5-fevral voqeasi namoyishi yuz berishdan 1 kun burun shu Xitoy saqchilariga 10 ming so'm pul to'lab shu turmadagi o'g'li Abdurazaq Mo'minni ama shu yigitni birga o'tkazayli degan maqsadda kepillikka elib chiqqan. 10 ming yuan pul to'lab shu o'g'lini bir yigitni o'tkazib bo'lgandan keyin uningga akirib ketadiganga 10 ming yuan pul to'lab olib chiqqan. Ko'rdingizmi? Endi bir hafta ya 2 hafta oilasi bo'lganligi uchun 10 ming yuan pul degan bir dehqon oilasi uchun o'ng'ay pul emas. Ashuna olib chiqqan. Endi shu 5-fevral G'ulji namoyishi shu qadar kechasi 27 Ramazonning 27-si yuz bergandan keyin u kuni G'uljidagi butun bolalarni namoyish chiqmaganlarni tutqun qilgandan keyin 6-fevral kuni G'ulji shaharlik saqchining oldiga butun ota-onalar, G'uljidagi ota-onalar bolalarimiz qayerda, nega ketding tippa deb shu saqchining oldiga yig'ilib, bu yerdami yana bir shu qattiq Uyg'ur xalqini o'qitish
vaqalari yuz bergan. Shu kuni kechda 6 fevral kechda Xitoy yana butun G'uljidagi diniy olim o'limalarni tutqun qilgan. Buning ichida Ablat Qarajimi bor. Bu G'uljida qora tutqunning boshlanganligidan derak beradi. G'uljidagi butun diniy zotlar, birmi diniy zot teshib qolmagan, butun diniy zotlar shu 6 fevral kuni kechida tonggacha shu tutqun qilgan G'ulji noyasi, G'ulji shahridagi diniy zotlarning hammasi. Endi 3 fevral kuni shu 5 fevral namoyish bo'lishidan 2 kun burun Mo'minjon akaninki cho'ng o'g'li Nurmamat Mo'minning qizi, endi shu Mo'minjon akaninki nevrasi Mavlida degan qizim qo'lga olingan. Endi bu yerda 6-ko'rinishga kelsangiz ham 8 fevral kuni Qurbon Hayitninki oyam kuniga to'g'ri kelgan. Qurbon Hayit bo'lib qolibdimi yana bu xato. Ro'zitninki oyam kuniga to'g'ri kelgan. Shu 5-fevral. 5-fevral kuni Ramazonning 27-kuniga, 8-fevral kuni Ro'zitninki oyam kuniga to'g'ri kelgan. Mo'minjon akaninki qolgan shu bir Nurmamat degan farzand o'g'li, ya'ni turmada ekan. U o'g'li turmada bo'lganligi uchun buni kepillik ochqanmay, qolgan shu yuqorida 10 ming yuan pul to'lab kepillik olib chiqqan Abdurazzoq degan o'g'li, hamma farzandlari, kelin, navra-chavralar hammasi jam bo'lib, nihoyat xo'shal-xo'ram bir oyam o'tkazishga tayyorlab qotgan ekan. U kuni yana bularning tuqqanlaridan Dilshod ismli birisi bularning uyiga oyamlab kelgan ekan. Shu toz bular oyamni tomoqlarni yeb, hammasi yig'ilib bir oyam kuni o'tkazayotgan vaqtida tuyuqsiz qo'rg'odan 7-8 saqchi paydo bo'lib qolibdi. Ular saqchilar keplam shu kepillik elib chiqqan Abdurazzoqninki qo'liga qo'y silib, ip mangmoqchi bo'lganda saqchiga yana. Shuning bilan bu yerda Mo'minjon akaninki xonimi Halima Hoshir onamiz 70 yoshga taqab qolgan Halima Hoshir onamiz yugurib kelib saqchilarning oldini to'sgan va balam nagib mangsa biz 10 ming so'm to'lab bir kepillik ochsaq, shu yetni bir xo'shal-xo'ram 1-2 kun bo'lsa-mi xo'shal-xo'ram bir o'tkazib olaylik, mushunimi qirg'izishmamsan-di. Sen haqqa biz 10 ming so'm pul berdik-ku. Mush bir ish haftalik uchun shu yetni o'tkazib olish uchun mushuncha xo'shalliknimi bizga harom qilshamsa, sen haqqa odammi deb bu yerda shu saqchilar bilan bu ayol qaysarlik bilan shundoq oldiga chiqib bolasini ekatmaslik uchun bolasiga esilib nima qilgan vaqtida shuna bilan saqchilarning birisi o Halima onani bir tip bilan supudan yeyjiq etganda uylar G'uljidagi uylarida supuliq bo'ldi. Shu supudan bir tepib saqchining birisi nimani Halima onani supudan yega jiqtib etgan. Shuning bilan bu yerdagi 6 o'g'il 6 askarga aylanib, xuddi bularninki hamda tasvirlaganda To'xo'juzi xalqi va mushu To'xo'juzi qirg'inchiligida saqqagan bu oilaniki bir navrasi buni tasvirlagan xuddi bir mushu Dirilish Ertuğrul filmlardagi Turkiyaning uningdagi mushu Selçuklu Melikşah Büyük Selçuklu kinolardagi Melikşahning alohida tarbiyalangan 6-7 askar bolalar bor. Shunda qo'llarida pichoqlar kuchdan ko'rmishlar. Shu bu 6 o'g'il onaning andaq ahvolda qolganini ko'rablam saqchining oldiga o'rpib keliblar. Nim onamni ishtirsa deblam ashad jidal bo'lib saqchilar bilan to'qinish bo'lib qolgan. Ashad Abdujabbor Mo'min bularning farzandlaridan birisi qo'liga chaydondan birini olib saqchilarni qo'g'lashga boshlagan.
Saqçılar G'oljadagi Xitoyning saqchilari hozir qandaq bilmayman. Endi mencha hozirmi shundaq, burunmi shundaqdi. Bundan keyin shundaq bo'ldi. Bu Xitoyninki ishkirini akelgan askarlari bo'lg'ashqa, hamda bu saqchilari, askarlarning hammasi shu bir ruh degan nima yo'q, shuncha qo'qanchoq. Bulardan qattiq milliard askar bo'lib kelsinmi, faqatla qo'rqmaslik kerakda, faqat ruh degan narsa yo'q. Uyg'urlarning oldida g'al titrab ketadi. Bularni faqatla kuchli qilgan nima bo'lsangiz, qo'lidagi quroli bo'lmagan ahvol ostida bular bir arzimaslan bir narsalar. Shu Abdujabbor Mo'min qo'liga chaydoni shundal ilishi bilan kirgan 7-8 saqchi patparaq bo'lib bilan taloq qarab qochadi. Qochgandan keyin sirtdan xuftan namoziga tarat elib uyga qarab kelayotgan Mo'minjon akani ko'riblar, voy bu meni chonib yetadigan bo'ldi deb qo'rqib, u Mo'minjon akaning uyida bo'lgan ishdan hech bir xabari yo'q bo'lmasa, qo'rqiblam ashada Mo'minjon akaga o'q chiqarib ashadalam etib yetadi Mo'minjon akani. Onunki darvoza tarafdan kirayotgan Abdulmuhsin. Bu ailening farzandidan yana Abdulmuhsin degan yana bir farzandni yetadi. Endi 7-ko'rinish ko'rsangiz ukan. Endi bu ahvollarni ko'rib turgan Mo'minjon Umar akaning boshqa farzandlari qo'llariga chaydi qo'ng'iroq ilib saqchilarga qarshi hujumga o'tishga boshlaydi. Endi men egallagan ahvollarda bu ishonchlik sim jihatda ishonchlikmi buni texim ishkallayotgan bir ahvol. Bu yerga shu kuni saqchi shu il oblastlik saqchininki muavin boshlig'i il oblastlik il viloyatlik terrorlikni oldini olish atratining muavin boshlig'i ish qilib Anvarbek degan bir qozoq kelgan ekan. Bularning oilasiga shu Anvarbek mas'ul ekan mundaqcha aytganda. Hamda shu mishadagi to'qinishdan shu Anvarbek deganning quloqini kesib atgan. Mo'min Umar akamizning bir o'g'li Anvarbek degan saqchining bir quloqini kesib atgan ahvollarni hikoya qildi. Endi bu shu Anvarbekning bu Abdurazaqni nima uchun 10 ming yuan kepillik berib ochiqqan Abdurazaqni ib ketmoqchi bo'lganliginiki oq ko'rinishi qandoq degan vaqtimizda shu 6 fevral kuni Xitoyningki tili bo'yicha aytganda, Xitoy axborotlarining tili bo'yicha aytganda 6 fevral urush chiqish, buzish, parakandichilik silish vaqasi. Ammo Uyg'ur xalqining nazaridagi Uyg'ur xalqining butunlay g'azab, nafrat bilan uylardan etilib chiqib ota-onalarning Xitoy saqchisining oldiga yig'ilib, balamni teppa, balam nada deb yoqasiga esilgan. Bugungi jazo lagerlaridagi shu shohidlarning Turkiyada ib berayotgan, dunyoning hamma yerida ilib borayotgan oilam nada, ota-onam nada, farzandlarim nada degan guvohlik berayotganlar, shu namoyishlarni qilayotgan, shu ko'rinishlarning kichikiltirilgan ko'rinishi shu 6 fevral kuni G'uljida ko'rilgan. Shu kuni kechada il oblasti, il viloyati va G'ulji shahri 3 darajalik hukumat hujjat tushirib, G'uljidagi barliq diniy zotlar birsimi to'rdan qochib qutulib qolmasligi kerak. Osmonda to'r, yerda qalqon. Mushundaq yig'ib tutqun qilish harakatini boshlash kerak degan bir hujjat tushirgan. Osmonda to'r, yerda qalqon. Birmi diniy zot tushib qolmasligi kerak degan bir buyruq bilan G'uljidagi butun diniy zotlar yuqorida o'tib ketgan Ablat Qarimni o'z ichiga olgan butun diniy zotlar tutqun qilingan. Bu yerda Abdurazaq Ablat Qarimninki shu yuqoridan deb o'tib ketdik-ku 80-chi yildan boshlab o'qigan o'quvchisi bo'lganligi uchun bu Abdurazaqni yana shu turmaga qaytarib aktish uchun chiqqan bu saqchilar. Endi shu Abdurazaqni aktishniki orqa ko'rinishi mushtaq bo'lgan. Endi 8-ko'rinishga kelsak,
Şundaq qilib bu yerda to'qinish qanliqlik, qirg'inchilikqa o'zgarib, bu yerda nihoyatda jiddiy kechish, taң sahargachilik ichish bo'lgan Xitoylar bilan, Xitoyning askarlari bilan, Xitoyning askarlarining shu qurollarini tortib olib, Mo'minjon akaning 6 askari, qolgan shu 4 Mo'minjon aka bilan bir o'g'ilni aytyapti, qolgan 4 o'g'il shu qattiq tirkashgan Xitoylar bilan to'qnashib ketish, sahargacha ichish bo'lib, bu qo'raning uylarning tomlari o'tma to'shik bo'lib ketgan. Butunlay Xitoyning qo'lidagi qurolni tortib olib turib itishgan bular. Shuning bilan Xitoyning askarlari shu orqaga chekinib, uningdan boshqa 40 mashina askar kelganligini bildirdi shohidlar. Undan keyin To'qo'yizga shu bir nimadan tog'alardan mundaq potaylarni yasab Xitoy askarlari o'sha pulemyotlar bilan tutib turib, yo'llar taqilib G'uljinoyisiga, G'ulji shahriga, onun Sharqiy Bashnoyaga boradigan butun yo'llar shu taqilib qamal qilinib 40 mashina askarning shu butun G'uljinoyisi, G'ulji shahrini o'z ichiga olgan shu butun yo'llarni qamal qilib qolganligini shohidlar so'zlaydi. Bu yerda shu Mo'minjon akaning askarlari intayin bo'sh kelmagan. Butunlay shu u yerdami yaralangan, o'lgan Xitoyninki askarlarning soni xeyli ko'p bo'lgan. 9-ko'rinishga kelsangiz, Ee, 1997 yılı 2. ayının 9. günü To'qo'yuz kenti bir qabahatli sahar bilan qarshilashgan. Mo'minjon Umar, Musallim Mo'min, Mutallib Mo'min, Abdurazzoq Mo'min, Abdulmuhsin Mo'min, Abdujabbor Mo'min va oyamlab kelgan tuquni Dilshod qatorliqlarning jasadi qo'ri ichini qip-qizil qonga bo'yab qor ustida shu so'zilib yotganda, shunda uylarning tomlari Xitoy askarlari degan qo'rqinishdan qalayimqon o'q chiqarib, qalayimqon edeverib shu nimalar o'tma to'shik bo'lib ketgan. Shuning bilan birga butun G'uljinoyisi, To'qo'yuzi, Xudiyor yuzi hamma yerda uylarni oqtirish, shunchaki tintish boshlanib ketgan. Demak, mushundaq bir oiladagi qani 6 o'g'il, cho'ng o'g'il Nurmamat nimada bo'lg'ashqa, turmada bo'lg'ashqa bu qirg'inchilikdan omon qolgan 5 o'g'il, bir dada, yana bir me'morlab oyamlab kelgan Dilshod degan tuqqani bo'lib 7 odamni Xitoy etib o'tgan, o'shada o'tirib o'tganda otgan. Endi yana bir ko'rinish ko'rsangiz, mana ayol Ukrainalik ana. Bu ayol deydi, I can die for my land. I can die for my land. I could die for my child. I can die for my country. Men ana ziminim uchun o'laman. Ballarimni qo'g'dash uchun o'laman, davlatim uchun o'laman, ana ziminim uchun o'laman deydi. Abdumat tutib turgan yog'liqlari bilan, paltolari bilan men shu oiladagi shu Mo'minjon Umar akamizning xonimi, shu 10 yoki 11 farzandning onasi, Halima Hoshir onamizga o'xshatman bu ayolni. Bu ayolning qahramonligi, Halima Hoshir onamizning qahramonliklari bu shu Ukrainalik ayoldan hech qilishmaydi yoki ba'zi yerlarda ish tushadi. Men shu ayolning rasmini ko'rganda sosyal medialarda darhol mening kallamga shu Halima Hoshir onamiz keldi. Biz faqat bunda qahramonlik dastonlaridan G'uljida yuz bergan Xitoy qarshi inqiloblarda o'zining zaminini, o'zining vatanini, o'zining or-nomusini, o'zining mashrablarini, o'zininki nimalarini, madaniyatini, hamma nimasini qo'g'dash uchun o'zining jinini
pida qilgan nihoyatda nurg'un Uyg'ur onalari bor. Bularning ichida biz Xitoyninki uchur kontrol qilishi nihoyat ig'ir bo'lganligi uchun qabohatlik bir terror harakati olib borayotganligi uchun bu uchurlarni bilishga muvaffaq bo'lolmay qoldik. Faqat bir Halima Hashir onaningki qahramonligini o'tirib chiqaryapmiz. Shunday qilib 6 o'g'il, 5 o'g'il, bir tuqqani ham o'zininki 30-40 yillik hamri Mo'min Umar akadan shu bir kechada ayrilib qolgan Halima Hashir ona qilchi bir ko'zidan yosh chiqarib, yomanda qilib Xitoyning askarlari oldida mana yolvorib qolgan emasda. Shu yana bir ko'rinish, 10-ko'rinish ko'rsangiz. Endi shu kunki voqea haqida il xabarlarda bergan bir xabarda Halima Hashir onaning uyidagi 5ni ko'tarib chiqib Xitoy askarlarining mashinasiga otganligi. Hamma Xitoyning qo'lida qurol. Halima Hashir onamizning 70 yoshga taqab qolgan Halima Hashir onamizning qo'lida hech nima yo'q. Oilasiga farzandlarining qo'lida hech nima yo'q. Bir oiladan 7-8 odamni qirib ashtaq bika o'qitib bo'za qilib 10 ming so'm pul to'lab 2-3 kunlikigami bir kepillikka ega bo'lolmayotgan bechora Uyg'ur xalqining qanchalik ig'ir kunda turayotganligini ham shunday ahvoldami yana Xitoy qat'iy tez bilmay qat'iy emasmay hayot qolgan shu Halima Hashir onamiz uyidagi mashina ko'tarib chiqib nimaga Xitoyning harbiy mashinasiga otgan ko'rinishlar shu kun shu chog'da il xabarlarda berilgandi. Shuningdan keyin shunday qirg'inchilik bo'lib, bu oiladagi erlarning hammasi Xitoy askarlari, Xitoy saqchilari tarafidan o'q tutilib, qirilib tugagandan keyin Halima Hashir ona, kelinlarni mehmon qiz, Maryam buvi, Muboram qatorliqlarning hammasi tutqun qilindi. Kelinlar oldi 6 oy, keyin oldi oxirsi 1 yilgachilik shu G'uljinoylik turmada saqchida tutib turilib, nima qilib qo'yib berildi. 1 yildek turmada. Halima Hashir onani farzandlarini Xitoyga qarshi tarbiyalagan, qo'li chaydi, pichoq tashlab bergan degan jinoyat bilan Halima ona 2,5 yillik kesildi. Shu jarayonda kelinlarning birisining putug'imi o'q tegdi. 2,5 yillik kesilib, shu nimada Urumchi bajaxu turmusida 2,5 yil yotdi. Urumchi bajaxu turmusiga borgandan keyin shu Qaysar qahramon onamiz mushu Halima Hashir onaning Xitoylar chochlarini tushirib yotdi. Uyg'ur ayollariga nisbatan choch qanchalik muhim ekan bilsiz-ku, shu chochini tushirib yetish bir ornumusini bir iliqi ishpitini bir xorlaganlik bilan o'xshash bir intayin inson qalbidan chiqqan harakatlar bilan Halima onamizni intayin xorlaydi. Uningki turmadan chiqqandan keyin Halima Hashir onamiz farzandlariga shunday deb so'zlab birdi o'zininki shu bir iliqi majburiy emgak zavodida ishlatganligini 70 yoshlik onamizni nimaniki jingnining to'shigidan jipni o'tkazolmaganda, popaykalarning oldiga gullarni chiroyli tikamaganda Xitoy saqchilarining qanaq vaqirab tillab ketganliklari, qanaq do'q siltib ketganliklarini so'zlab berdi. 1999-yili 8-oyning 7-kuni turmadan chiqdi. Halima Hashir onamiz 2,5 yillik turma hayotini tugatib, shu chog'da shu hayot qolgan qizlari, navrilari Halima Hashir onamizning oldiga berib, bajaxu turmusini olib saqlab turib, Halima Hashir onamiz chiqqanda ular qizlar, navrilar yig'lab ko'rishmoqchi bo'lib, Halima Hashir onamizning oldiga kelgan vaqtida Halima Hashir onamizning shunday bir gapi bor. Yig'lamanglar qizlarim, qattiq yig'lamanglar, hargiz yig'lamanglar. Oyada Xitoylar saqchilar turdi. Aşı bir nimalarga biz ko'zimizning yeshini ko'rsatib qo'ymaylik. Hargiz yig'lamanglar, tik turinglar deb
aşında qaysarlik bilan shu to'qoch yuzisi qaytib kelib, bir qancha yildan keyin vafot bo'lib ketadi. To'qoch yuzi qirg'inchiligi mana shundaq qahramonlik dostonlarimiz ichidagi bir qahramonlik, qancha minglagan qahramonlik dostonlari ichidagi bir qahramonlik dostoni. Demak, G'uljada bo'lgan 5-fevral G'ulji qirg'inchiligi mezgilida bo'lgan yoki Xitoy Sharqiy Turkistonni bosib olgan 70 yildan buyon bo'lgan qahramonliklarni dunyoga namoyanda qiluvchilar yoki yezib saqlovchilar biz bu ishlarni qilmasak, bu qahramonliklar yo'qolib ketsa, o chog'da biz yana dunyodan bizning qahramonliklarimizni ko'midik, bizning milliy g'ururimizni, bizning qanchalik qaysar bir millat ekanligimizni, Ukrainaliklardan qilishmaydigan millat ekanligimizni sen ko'miding deb dunyodan ranjisak yoki dunyodan qaytsak yoki bu gaplar og'zimizdan deyilib qolgan bir nim bo'lib qolsa, o chog'da biz o qahramon shehidlarimizga yuz kelolmay qolgan bo'lamiz. Endi yana bir bet o'tsangiz, xotima eng oxirgi bet shu. Qirg'inchiliklar hargiz unutilmaydi. Hamon bir kuni hisob olamiz. Ammo 5-fevral arxivlari shu ma'u 2-chi kitobim. Birinchi kitobim bor, shu birinchi, ikkinchi kitoblarda to'qoch qirg'inchiligiga oid nurg'unlagan qahramonlik qissalari, ziyonkashlik uchirg'uvchilar, o'lim oilasigalar va yana nurg'un ahvollar shu kitoblar, to'qinishlar kirgizilgan. Bu kitoblar bilan tugamaydi G'uljadagi qahramonlik dastonlarimiz. Bizning shunchaki mag'rur va ishonch bilan shuni tilga olamanki, Uyg'ur xalqining qahramonlik dastonlari, Uyg'ur xalqining milliy ruhi, Uyg'ur xalqidagi jasorat, Uyg'ur xalqiningki shu o'zining vatanini qo'g'dash, dushmanninki asmalasiya qilib yo'q qilish, qirib tugutish hiyleleriga qarshi o'zining jinini, melini o'tirib qo'yish jihatdagi qahramonliklari hech bir qachon dunyodagi hech qanday millatdan, mayli Chanoqmalla dastonlaridan bo'lsin, mayli Ukrainadagi dastonliklar, qahramonliklardan qilishmaydi. Uyg'ur xalqi shunchaki o'zini mag'rur tutishi, umidli bo'lishi, hamon bir kun Xitoyninki g'ulab tushib, o'zlarining bir yana asldagi ota-bobolar qurib chiqqan shu zamonlarda barpo qilgan qimmatli narsalarga ega bo'lganligi bo'lgan ishonchisini, umidini qat'iy yo'qotib qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyatda ta'sirlik. Xuddi o'zingiz degandek, xuddi dramadek ko'z oldimizdan o'tdi, bir kinolantisdek. Halima adimizniki ko'z yishimizni bu Xitoylig'i saqchilarga ko'rsatmayli degini bu 5-yil vaqasidami turmaga kirgan ayollar, qizlarning ichida shunday bo'ptiki, Urumchi qirg'inchiligida. Andan keyin shu lager shohidlariniki guvohligidami ayni shu gap yana shularning guvohligida bor. Yana Xitoy gundupaylarniki bizning ko'z yishimizni ko'rmasin deb shuncha ig'ir qiyinchilikda, xorliqda qolgan, tayoq to'qmoqning ostida qolgan, hayot qilib turgan shu xonim qizlarmi ko'z yishini hech ko'rsatmabdi. Bu qaraganda Uyg'ur xonim qizlarniki uning ustiga xonim qizlar bayrami tunugun o'tdi. Bu sabablik bizningki xonim qizlarimizdan o'zimizning qanchalik faxrlansak bo'lganligini, bizningki mayli kichik bo'lsin, ko'k maykili qiz bo'lsin, mayli Halima onamizdek yashanganlar bo'lsin, o'zidagi shu milliy g'ururni hech qachon yo'qotib qo'ymagan ekan, botirlikni yo'qotib qo'ymagan ekan. Bu yana mangu
davamlaşıdıken menimce. Çünkü hiç özara münasebeti yok. Bu şu vakalıktan ki hem o'xshamagan ayollar yuz bergan, lekin bu ayollar hiç o'zininki yeyishini, ya'ni o'zining ojizligini ko'rsatmagan. O'lsam tik turib o'laman deb. Ya'ni bu yerdagi ashunda bir qaysarlik Uyg'ur ayollarida borki, men buni gapingizni anglash jarayonida burunqi sezgirishdi, ya'ni ta'sirotlar orqali, ya'ni boshqalarning anglagan so'zlar orqali men qaytadan bir ta'sir qildi bu ko'z yishini ko'rsatmaslik. Hamda siz shu Uyg'ur jamiyatini yaqindan kuzatib kelayotgan, xalqaro vaziyatni kuzatib kelayotgan birisi bo'lish sifatingiz bilan ba'zilarda shu Ukraina vaziyati faqatla bular o'xshash din, o'xshash qon bo'lganligi uchun dunyo shunday ko'ngil bo'ldi. Uyg'urlar bo'lsa chetga qilib qoldi, hech dunyoninki diqqatini o'ziga tortolmayotdi. Yoki bu mangu yordamsiz qoladi degandek ba'zi odamni mayuslantiradigan bir fikrlarni jamiyatda davom qilyotdi. Sizningcha shundaqmidi yoki sizning boshqa bir qarashingiz bormi? Bu to'g'riliq bir so'zlab bersangiz programmamizni shuni bilan oyoqlashtirsak. Rahmat. Ha, bu keskin qilib aytish kerakki, men aniqlam boshqa yo'g'latmasdan gaplarni aniq qilib udillam kirsam, keskin qilib aytqaqtimizda bundaq bir qarashda bo'lish Uyg'urlar uchun to'g'ri emas, ham bir to'g'ri bo'lmagan xatarlik bir yo'l. Ba'zida chunki dunyo manfaatlar bilan to'lgan bir dunyo bo'lganligi uchun adolat ba'zida adolatninki nuri ba'zida bir tarafga, ba'zida bir tarafga shundoq tushadigan nima ahvollar bor. Ammo umumiy g'arb dunyosining Uyg'urlarga ko'rsatayotgan bu adolat tarozusi nayt osti bo'lsinmi, lekin shu Uyg'urlarga adolatlik muomala qilayotgan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa ib berayotganligi, Xitoyning irqiy qirg'inchilik ib berayotganligi haqida dunyoni qimmatli kuchlar bilan ta'minlagan, masalan Andrian Zandayimiz, shunga o'xshash nurg'unlagan tadqiqotchi olimlar, undan keyin Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik yurgizilyapti deb qaror chiqargan 8 davlat, hammasi shu g'arbdagi davlatlardi. Biz bilan o'xshash dinda bo'lmagan, biz bilan hech qanday bir munosabati bo'lmagan, boshqa millatdan bo'lgan, boshqa dindan bo'lgan kishilar va davlatlar. Bular faqat insonparvarlik nuqtasidan shunday qarorlarni chiqardi. Hamda Ukraina masalasiga bog'lab, undaq siz deganga o'xshash qarashlarni o'tirib qo'yish, bu mencha to'g'ri ish emas. Agar undaq bo'lgan bo'lsa, qarab boqaylik, biz Turkiya, undan keyin O'rta Osiyodagi qolgan davlatlar va musulmon dunyosi bizga qanchalik ega chiqyotdi, bizning haqqimizda qanchalik bir fikr bayon qilyotdi. Nima uchun shunday fikr bayon qilolmaydi? Shanxay 5 hamkorlik tashkilotining kunlik ostida Uyg'urlarni hozirgacha tutib turyotdi. Chunki bu yerda manfaat, dunyoning manfaatlar, siyosat emas, ba'zi chog'larda siyosat kontrol qilgan bo'lsin, lekin ba'zi chog'larda shu manfaatlar, nihoyat ko'p hollarda manfaatlar kontrol qildi ekan. Agar shuning uchun biz hozir bir Uyg'urlar bir musulmon davlatining yoki o'zining qon qaynatishi bo'lgan dunyoda, mayli islom dunyosida bo'lsin, mayli g'arb dunyosida bo'lsin, nihoyat mo'tadil siyosatlari bilan obro' qozongan Turkiya bo'lsin va O'rta Osiyodagi o'zimizning janjigar qarindoshlarimizdan bo'lsin yoki musulmon dunyosidan bo'lsin, bir Uyg'urlar haqida bir haq adolatlik ishqiy gapni ololmagan taqdirda biz g'arb dunyosini Uyg'urlarga Ukrainaga o'xshash muomala qilamiding bizga deyishga biz toza haqliq emas deb qarayman. Kelajakda bir kun shundoq bir kun keladi. Ukraina masalasi hal bo'ladi, Uyg'urlarning masalasi hal bo'ldi. Uyg'urlarning masalasi hal bo'lgan vaqt, ya'ni g'arb dunyosining o'rnidan dasturgan vaqt Ukrainaga o'xshash Ukrainaga qanday sahib chiqqan bo'lsa,
Uyg'urlarga shundoq sayt chiqib dasturgan bir kun bo'ladi. Bu faqat G'arbningki dasturishi bilan demokratik davlatlarning insonlikni hamma nimadan ustun qo'yadigan davlatlarning o'ttirg'i chiqishi bilan bo'ldi deb qarayman. Men shuna umid bog'layman. Mening kallamga shunda bir narsa keldi. Sizningki so'zingizdan keyin birsi manfaat, yana bir muhim narsa qimmatga. Yani Ukrayna bo'lsa, Yevropa bo'lsin, mayli butun dunyoga bo'lsin, o'zining qimmatini tunutgan bir davlat, shundoq bir millat. Chunki bulardan chiqayotgan tabiiy boylik bo'lsin, mayli ziraat, yeziglik mahsulotlari bo'lsin, mayli aeroplan, boshqa sanoat narsalari bo'lsin, bu yerda o'ziniki bir dunyoga qo'shayotgan muhim qimmati bor bir davlat. Buningga yana bir misolni olsak, Tayvan. O'ziniki texniklik taraflar bilan dunyoga bir qimmatini to'ntayotgan ham texmi muhim qimmat yaratayotgan bir o'rin, davlat desak to'g'ri bo'ldi amaliyotda. Ikki yani diktator ikki davlatni yeb ketmay deb turyapti, lekin bu ikki davlat o'zining qimmati bilan dunyoniki qo'g'dishiga erishyapti. Demak, Uyg'urlarni oldi bilan manfaat, dünyanın menfaatidan başka özünün qimmatini yaratsa, biz özümüzün qimmatini yaratgandan keyin bizden dünyanın ağırlıp qalgısı kelmaydi. Bir xizmat izlash to'g'risidagi bir nima esim kelib qoldi. Bir yerda ishlash uchun sanga shunchalik jiddiy ehtiyoji bo'lishi kerak. O chaqda seninki hech qachon siz qilishingdan ansirishingning hojati yo'q deydi. Bo'lsin bulduğan, bo'lmasin bulduğan bir millet yoki shaxs balkim bu dunyoda pek muhim bo'lib ketishi notayin. Lekin qimmatini yaratgan, qimmatini tunutgan bir millet bo'lsin yoki bir shaxs bo'lsin, uningga butun dunyo ehtiyojli bo'ldi. Masalan, bizniki Uyg'urlarning ichidagi nurg'un dongli shaxslarimiz bor. Hamma odam tunuydigan, hatto dunyo tunuydigan davlat bo'lsin. Menimcha Uyg'urlar oldi bilan qimmat yaratish kerakka, o'zini kuchlantirish kerakka. Bu chaqda dunyoda yetim qolmaydi. Biz o'zimizning ideyasini to'g'rilagan chaqda, dunyoni to'g'ri qarash o'rnatgan chaqda, menimcha bizdagi umidmi shuncha kuchaydi deb o'yladim. Shuning bilan programmamizni oxirlashtiraylik. Sizning qimmatli vaqtingizga ko'p rahmat ada. Men degan ash qimmat haqidagi so'zingizga men ikki gap qistirib qo'ygim keldi. Nayt to'g'ri dedingiz. Uyg'urlar qimmatini yuqori ko'targan vaqtida dunyoning e'tirof qilishiga erishdi. Uyg'urlar avval to'g'ri dedingiz. Uyg'urlar avval dunyolardan yomonlashdan burun o'zining qanchalik qimmat ekanligini dunyogami demay turaylik, o'zining shu Uyg'urlarga, Uyg'ur qirg'inchilik ekanligini dunyoga bildirishda qanchalik ko'p qo'shyapti. Buni bir taroziga sepatishimiz kerak. Masalan, dunyoda nurg'un Uyg'urlar bor. Hozir bu shu da'voning ichida namoyishlarimizda qanchalik Uyg'urni ko'ramiz. Guvohlik bergan qanchalik Uyg'ur bor. Undan keyin mush Uyg'ur davosining, mush Uyg'ur qirg'inchiliklarining ko'krak kerib o'tirg'i chiqib cho'qan silib dunyoga qirg'inchilik haqida faktlarni ta'minlashda xizmat ko'rsatayotgan sanoqli Uyg'urlar, ya'ni qolgan Uyg'urlar sukut etdilar. Bundaq sukunatga cho'mgan bir holatda biz qanday qilib dunyoning g'arbning demokratik adolatini, tarozisini biz taroziga sola olamiz, tarozi tata olamiz, bizga undaq qilmading, bundaq qilarmiding degan qanday bir so'roq tata olamiz. Avval buning uchun o'zimizni so'roq tatishimiz kerak. Butun Uyg'ur, har bir Uyg'ur o'rnidan dasturib bu qirg'inchilikni, bu irqiy qirg'inchilikni shu Ukrainadagi bo'layotgan ahvoldagi butunlay qo'zg'alib yıldızdan chiqqan ahvol ostida uni ishonamanki, dunyoni biz uyg'ota olamiz. Undaq qilmasdan turib biz dunyoni ayblaydigan hech bir mayli g'arbni bo'lsin, mayli boshqalarni bo'lsin ayblashga haqliq emasmiz deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat sizga. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Buning bilan birga sizningki ishlaringizning futuqliq bo'lishini, tilingizning salomat bo'lishini umid qilamiz. Shuning bilan programmamizni bu yerda oyoqlashtiraylik.
Qadrli ko'rganlarimizningimi qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'rganlarimizning qanalımizga a'zo bo'lishni, ham berilishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Xushvaqt bo'linglar. Allohga omonat. Rahmat.